Neyrojarrohlik tibbiyotning boshqa sohalaridan farqli. Faqat tanamiz emas, ong, miya faoliyati va aytish mumkinki, butun keyingi taqdirimizni belgilab beradi. Henri Marshning Ozor berma kitobini qo'limga olganimda badiiy bo'lmagan, bir shifokor muallifi bo'lgan bu kitobga bunchalik qiziqib ketaman deb o'ylamagandim. Kitobga mehrim shu darajaga yetdiki, mana bugun YouTube orqali u haqida batafsilroq, kengroq fikr yuritishni istadim. Kitob haqidagi videoni boshlashdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Like bosing, izoh yozing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ozor berma kitobi neyrojarrohlikning og'ir va murakkab olamini yoritib bergan. Kitob britaniyalik mashhur neyrojarroh Henri Marshning uzoq yillik tajribasi, muvaffaqiyatlari va xatolarini o'z ichiga olgan xotiralar to'plami bo'lib, kitobdagi har bir hikoya hayot va o'lim o'rtasidagi juda nozik chegaralar haqida yozilgan. Ozor berma kitobi tibbiyot haqida bo'lsa ham, ilmiy yoki akademik uslubda emas, balki muallifning shaxsiy hayoti va kasbiy tajribalarida yuz bergan hikoyalar ketma-ketligi shaklida yozilgan. Har bir hikoya neyrojarrohlikda uchraydigan ma'lum bir kasallik va uning operatsiya jarayonini yoritadi. Masalan, glioma miyaning xavfli o'smalaridan biri bo'lib, jarrohlik yo'li bilan davolash qiyin. Marsh ushbu kasallikning bemorlar hayotiga qanday ta'sir qilishini hikoya qiladi. Anevrizma miyada qon tomirlarining kengayishi va yorilishi natijasida yuzaga keladigan jiddiy holat. Marsh operatsiya paytida yoki undan keyin yuzaga keladigan muammolarni yoritadi. Meningioma miyaga bog'liq bo'lmagan, lekin unga ta'sir qiluvchi xavfsiz o'sma. Marshning ushbu kasallik haqida aytganlari shuni ko'rsatadiki, hatto xavfsiz deb hisoblangan o'sma ham ba'zan og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kitobning eng kuchli jihatlaridan biri Marshning o'z xatolarini tan olishi va ular bilan birga yashashga majbur bo'lishi deyish mumkin. U o'zining bir bemoriga operatsiya paytida zarar yetkazgani va bu uni butun umr falaj bo'lib yashashga mahkum etgani haqida aytib beradi. Ba'zida qaysidir bemorni operatsiya qilish kerak yoki kerak emasligining o'zi eng muhim qaror bo'lishi mumkin. Butun umrlik azob va hech nimani his qila olmay, idroq qila olmay yashagandan ko'ra, bemorning tinchgina o'lishiga qo'yib berish insoniy jihatdan to'g'ri qaror ekanligini iztirob bilan yozadi muallif. Marsh bemorlarga qanday qilib ham umid berish va ayni paytda real holatni ham tushuntirish kerakligi haqida o'ylaydi. U ba'zida bemorlarga yolg'on umid berish shifokorning eng katta gunohlaridan biri bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bemorlarning yaqinlari bilan muloqot qilish jarayoni va uning murakkabliklari haqida ham yozib o'tadi. Marsh o'z faoliyati davomida duch kelgan jarrohlik amaliyotlarini shaxsiy tajriba va his-tuyg'ulari bilan birga tasvirlaydi. U o'zining xatolarini yashirmas ekan, bemorlarning fojialari va oilalarining azoblarini qanday his qilganini ham ochiq gapiradi. Hikoyalardagi samimiyat o'quvchiga yaqqol seziladi. Balki meni bu kitob bilan bog'lab qo'ygan kuchli narsa ham aynan muallifning samimiyati bo'lsa kerak. Ozor berma murakkab tibbiy jarayonlar haqida hikoya qilsa ham, Marsh buni soddalik bilan oddiy o'quvchi tushuna oladigan tilda yozib beradi. Henri Marsh o'z hayotidagi shaxsiy muammolar, oilaviy hayoti va professional faoliyati o'rtasidagi muvozanatni yo'qotgani haqida ham gapiradi. Jarroh uchun namunali oilaviy muhit yaratish qanchalik qiyin ekanligini o'quvchi ham his etadi. Kitobdan men olgan eng muhim xulosalarim quyidagilar bo'ldi. Shifokorlar ham oddiy odamlar va ular ham xato qiladi. Neyroxirurgiya o'ta murakkab va xavfli soha bo'lib, har bir harakat insonning butun boshli hayoti, o'y-fikrlari hamda keyin kim bo'lishiga ta'sir qiladi. Tibbiyot juda qiziqarli, murakkab va sirli soha. Eng tajribali jarroh qo'lida ham ba'zida omad eng muhim omil bo'lishi mumkin. Tibbiyotga umuman qiziqmaydigan kitobxon uchun ham ozor berma foydali va qiziqarli mutolaa bo'lishiga ishonaman. Bu kitobdan keyin ko'p mavzularga qarashingiz o'zgaradi. Butun o'y-fikrlaringiz, orzu-maqsadlaringiz, ulkan rejalaringiz, boshingiz ichidagi ingichka tolalar xolos ekanini his qilasiz. Hayotingizda haqiqiy ma'nodagi yangi sahifa ocha oladigan kitob. Yana shu kabi qaysi kitoblar haqida video qilishimni istaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.